Assalomu alaykum hammalarga. Xudo xolasa keyingi MDF zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu yerda Karashniy Svetda 08 qalin MDFda 6 ta eshik, 5 dona rom tayyorlab berganmiz. Bu o'zimiz Andijonda azakasiga qilib berdik. Hozir sizlarga bularda narxlari, MDFimizni qalinligi, eshigimizni qalinligi, zapchastlari, общий summasi hamma ma'lumotini beramiz. Razmerdan boshladik. Bespramoga eshiklarimiz. Eni 90 ga bo'yi 220 qilib qo'yilgan. 220 ga shunaqa bespramo qilamiz. Pramolilari eni 90, bo'yiga 240. Hammasini zamogini o'ngga chapga qilib moslab berganmiz. Zamolarni ham bitta liniya qo'yib berganmiz hammasini. Derazamiz eni 125 ga, bo'yi 170 bo'lgan. Barxal. Kichikroqlarimiz eni 120 ga, bo'yi 140 bo'lgan. 3 og'ramimiz bir xil. Bularimizni mana padokomli tepadagi padokomlilari o'z bilan komplekt Karashniy Svetga qilib mana padokomlilarni ham moslab berganmiz shuning ichida. Xo'p, bularimiz 08 qalin MDF bo'lgan, eshiklari ham, romlari ham 08 qalin MDF, korobkasi yog'ochdan 10 sm ga, qalinligi 4,5 sm bo'ladi. Nalishlari ham 10 lik baquvvat qilib qo'yilgan. Eshigimiz o'zi preslangan holatda qalinligi 4,5-4,6 sm ga chiqadi. Zamogimiz millionimiz yangicha ko'rinishdagi chiqdi. Millioning brend. Qaychi zo'r zamog ekan, shundan qo'yib berdik. Xo'p, bularimizga 08 qalin bo'lgani uchun og'ir bo'lgan eshigimizga har bittasiga 4 tadan oshimash qo'yganmiz. Shu yerda 6 ta eshigimiz o'ziga 24 ta oshimash qatirib berganmiz, baquvvat bo'ladi. Romlarimiz ham 2 cheka ochiladi. Bularimiz chekadan bir ko'z ochiladi. Oshimachoq, zaverka, ruchka hamma qo'yilgan, aynalari ham solingan. Hozir ustonovga tayyor mana. Padokomlilari ham bor. Xo'p, aynagimizni sovuq kirib, saharga tiriqlab olmasligi uchun har bitta ko'zlarini, eshikni paramolgacha ko'zlarini germetik qilib berganmiz. Eshik yopilgan taraflarimiz uchun shumkalar qilib berganmiz, tepa tomoniga, yonboshlariga har bitta eshigimiz 2 tomonlama shumka qilib berganmiz. Yana bir tomoni ko'rayotgan bo'lsanglar, eshigimizning taramlari bir xil tomonga bo'lgan. Mana chaspalargacha bir xil tomonga bo'lgan. Derazalar ham mana taramlari bir xil tomonga bo'lgan. Bu yoqqa, bu ko'ndalanga bo'lmagan mana. Bir xil tomonga, kesaklargacha tarami bir xil tomonga bo'lgan. Nimaga narx unaqaligini shunisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Nalishlari ham 10 lik bo'lgan, bularimiz ham 08 MDFda qilingan. Xo'p, narxga keladigan bo'lsak, bularimizni metr kvadratini eshiklarimiz yopiq bo'lgani uchun metr kvadratini 800 ming so'mdan tayyorlab berganmiz. Eshiklarimiz ham shu narxda, derazamiz ham shu narxda. Material ozroq ketgan bilan aynagini hisobiga rom eshik bilan narxi bir xil chiqadi metr kvadratiga. Endi ozmoz kelishib olsa, romlarimizni arzonroq qilib beramiz. Lekin bularimiz padokomlilari alohida kelishiladi. Shu narxda ichida emas. Chunki devorda katta kichik hammasi bor. Hozir 20 dan 50 gacha bo'lgan devorlar chiqyapti. Shuning uchun devorlarga qarab alohida narx chiqarib beramiz. 800 ming ichida emas. Xo'p, общий summasi bu yerda 6 ta eshik, 5 dona rom bo'lgan. Borib o'lchab kelishib, oshim-oshiq zamogi 08 MDF dan qilib berishimiz. Xo'p, aynalarimiz, ustonovka dastavkamiz, padokomlilari bilan hamma yo'g'i bilan shuncha narsa ichida 17 million 300 ming so'mga tayyor qilib beryapmiz. Shunday kalitni oladi xolos. Hamma narsasi o'zimizdan mana, penalariga da o'zimizdan. Hamma yo'g'ini o'zimiz olamiz. Shunday kalitni oladi xolos. 17 million 300 ming so'mga. Endi bu yog'i eshiklarni razmeriga, romlarning razmeri, fasoniga qarab pullari ozayadi yoki qo'shiladi yoki shunday qoladi. Agar bu eshiklarimiz aynali qilib qo'linsa, metr kvadrati 850 ming so'mdan bo'ladi. Bu yog'ini kampiosini yana aloqa qilsanglar gaplashib olamiz. 99 607 6900 da Telegram, WhatsApp, emaillar o'zim nomerim. Aloqa chiqib bemalol bog'lanasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab eshik romlarida oz ko'pligiga qarab dastavka ustonovkasi ichida yoki alohida kelishiladi. Bu yog'ini telefon qilib bog'lansanglar gaplashib olamiz. Xudo xolasa hamma ma'lumotini berdik. Kamchiliklar bo'lsa yana telefon qilib bog'lanasizlar. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar inshaalloh. Nomerimiz hamisha olib aloqaga chiqa olasizlar. Eshik romimizda rangi, fasonlari har xillari bor. Katalogini tashlab beramiz. Yoqtirganlarga zakaz bera olasizlar.